Assalomu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Mesxushluq degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Abdori ansiz. Atdigan baldur turib olg'ashqimi yoki Hakning achchig'i reaksiya qildimi, yotiqini aqlab bo'lib peshindan keyin uyga kelibla Xayrinsaning "Tamog'ingni yevol" deganiga qaramay, "Beshim og'riyotidi" deb yetib olgan Nijat namoz asrlar bilan uyg'ongan edi. Uyg'onibla pardani kichkina qayirib yo'chug'idan hovliga qaradi. Ana, Atiyazning oltin aptipi ostida hovlidagi cho'ng karvatda o'ltirib, Sabohat, Mastura va Xayrinsa uchaylan qizg'in parangga tushib ketgan edi. Sabohat bilan Mastura to'xtamay qo'llarini sharatlab, Xayrinsaga nimalarnidir hikoya qilib beryotdi. Xayrinsa to'xtamay kulatdi. Uning agishib Sabohat bilan Masturamo kulishatdi. Karvatning bir chetida Alfira Sumayyaning o'yinchoq qurashtirishiga haydakchilik qilyotdi. Otasi Abdujalildagi aqliyat bilan opasi Xayrinsadagi hissiyotni tangla udum ilib olgan Nijatning shu topda hissiyot tarafi g'olib kelyotdi. U ko'z oldidagi bu ko'rinishga masliga kelib davrab kelayotgan hayajonini "Shu kulkanglar uzilmagay ilohim" deb pichirlash bilan ifoda qildi. U garchi bu gapni hammaylanga o'rtoq deganda qilsimu, cho'ngroq o'lishini Masturaga atab davatqanligi o'ziga ayon edi. Birdilla o'zining o'g'irliqcha qarashlarini nomus qilib ketgan Nijat darhol pardani tuzashtirib qo'yib hovliga chiqdi. "Otam qani, opa?" Nijatning ovozini anglagan Sabohat bilan Mastura oldirab o'zlarini daldiga oldi. "Necha kun bo'ldi? Biraylarning qalisi bor ekan. Shuni olaman deb bahoda kelisholmayotdi. Bayam shu odam telefon uribdi-ekan. Olsang ol bo'ldi. Zerikdim bu qoldin" deb. Otang shu qalni ap keldiganga cho'ngroq mashina o'xshay deb chiqib ketayotgan. "Amsa men nima ish qilg'ash tursam bo'la? Qotandagi qallarni sug'urassan bo'ladi. Tushda otang aldirashchiqda sug'urolmadim deyotgan. Men qilay desam, qotanga kirsamla urkib yaqin yo'l atmaydi ekan. Sen sug'urib bo'lguncha men tushdagi tomoqni isitib turay. Yeb olg'in." Nijatning otasi bo'lgan Abdujalilning dehqonchilikdan boshqa yana qo'shimcha mol chorva elib setishga ham ipi, ham xumori bor edi. Malni mo'lcharlashda ko'zi pishiq bo'lib, olgan mollarini mayli tirik sassun, mayli qushxonaga opirib o'ltirib sassun, osonlikcha ziyonga dasimaydi. Tili yog'liq, so'zmanligi bilan har qanday sodada eg'izdagi gapiga tayinib, eng tuvan bahoda elib, eng yuqori bahoda sotalaydi. Her ishida pokizlikni, halollikni ko'ziga ashkimu bir uyni guldek biqib ketayotdi. Quyuq soqolliq, chiroyi nurliq, yurish turishi oddiy bu dehqon nagil borsa beshidan ayirmaydigan shapoq to'pisini singoyon kiyib, etiz eriqning ishlari bilan qotondagi mol chorvalar orasida tipirlab, Xudoning berganlariga qanoat bilan shukr aytib yashaydi. U yana o'z uyining tirikchilik mashg'ulotlaridan sirt Hezbollah damullamning cho'ng kichik ishlarining hammasida uning yonida turadi. Damullamning o'qitishga xotirjam bosh cho'kiralishi uchun fursat bo'lsa, taklariga suv tutish, o'g'itlash degandek ishlarini mahaldagi o'zlari bilishadigan bir nechaylan bilan o'ntizsizlar qilib tugatib etib, hammaga yetishib yuradi. Shunga damullamu etiz eriqning ishlaridan xotirjam edi. Albatta, Hezbollah damullamdek o'zini diniy xizmatga bo'libmi dinni o'qitishga atgan bir ahli ilm oldi bilan turmushini qamlash uchun sarf qilgan barliq tipirlashlardan xotirjam bo'la olishi lozim edi. Buning uchun bu xil ahli ilmlarda ya turmush sifatiga hech qanday shart qo'ymaydigan kuchli qanoat tuyg'usi bo'lishi. Faqat kitob ko'rganda jinchiroqqa qo'yg'idek yog' bilan oshiqni bosqidek bir burda non bo'lsa, ming martaba shukri deb o'tkazalaydigan himmat bo'lishi lozim. Ya uning moddiy ehtiyojlarini qamlash uchun vaqtini sarf qilishdan behojat qilolgudek obdijalillari bo'lishi kerak edi. Shundala bir ahli ilm bo'lg'uchi o'zining ilm qurilmasini uzluksiz to'liqlab, takomillashtirishga bosh cho'kiralaydi. Turlik masalalarga nisbatan qarash nuqtalarini davomli yanglab, eng to'g'ri tarzda ifoda bildirishni, inkos qaytarishni qo'lga keltiralaydi. Mohiyat tashlanib, shakil oldingi o'ringa chiqayotgan zamonda yana kelib yashash falsafasiga
Qachi bolsunmu boyning bolasi so'zlisin degan bir moddani tiklib olgan to'pliqning orasida turmush sifatini bir chetga qayirib qo'yib, ilmga bosh chukurish garchi mumkin bo'lsa-mu, lekin bu holatda tahsil qilingan ilmning kaynida orqa terak bo'ladigan moddiy kuch bo'lmasa, jamiyat kishilari tarafidan e'tiborga elinishi notayin edi. Şoňa ähli ilimler ilmining haybatini saqlap qilish uchun boshqalarning oldida moddiy jihatdanmi o'zi nihoyat kuchlik bo'lishi yoki Abdujalildek havariyullarning qo'llashida kuchlik ko'rsatilishi lozim. Vaqtning o'tishi insonga faqat qalbida orzulayotgan g'oyalarga mos holdagi mas'uliyatni elib keladi. U mas'uliyatlarga yarasha salohiyatni bo'lsa, inson nima qilib bo'lmasin o'zi hozirlashga majbur. Shu qatorda ustozi tarafidan qalblarga o'chmas bir o't yiqitilgan taliblarmi o'zlari menayotgan bu yo'lda eng oxiri millatni, vatanni qutuldirish uchun hasratlik, jasoratli xiyollarga asir bo'lib o'qishini davom qilmoqda. Taliblarning o'zlari oddiy, so'zlari oddiy, ammo g'oyalari oddiylikdan tashqari bo'lsa-mu, yanala Allohning o'zlariga o'ylamagan yerdan xizmat qilgudek fursat berishiga chim putib, reallikqa tan bermay yurmoqda edi. Bu yo'lda mengib baqqan har biraylarga bo'ladigan kuchlik ichki tuyg'ular ulardimi eshib-teshib turadi. Intayin ulug' bir ishni qilayotgani qalisiga quyilib ketgan edi. Kitobning oldida ixlos bilan o'ltiradi. Ilmga bo'lgan hurmat e'tiborlari yuqori pallada edi. Damullarning qattiq maxfiy tutishi sababli bolalar tashqi dunyodan, sirtqi aloqa munosabatlardan asosan uzilgan bo'lg'achqa, darsdan sirtqi vaqtlari har xil janrdagi Uyg'urcha kitoblarni o'qish, to'xtamay yengillanib chiqayotgan har xil mazmundagi tabliğlarni qo'lidagi birdan-bir elektronlik uskuna hisoblanadigan MP3 ga qachilab anglash bilan o'tadi. Yemek içmekке nisbeten nihoyatda yuqori talab qo'yiladigan bo'lib, taliblar damullarning uyida etilgan tamoqdan boshqa narsalarni yemakdi. Nagahan fursatlarda xumori tutib nafsiga hoy berolmagan Alfira boshqalar tarafidan ishonchlik deb qaralgan hiliqi o'g'izxon ochiqlarini mahalla do'qmishdagi do'kondan o'g'irliqcha akirib yeb salatida xeyli kunlargacha tilining qitib qolganligini ro'shan his qiladi. Qur'onni, darsning iboratlarini o'qishda qiynalib, bu holatdan ajablanadi. Sirt bilan o'zilgan muhit taliblarning qalb va ruhining suzilishiga sabab bo'lgan edi. Ularning ko'zlarida imonning nuri porlaydi. Xiyonatdan xunuklashgan ko'zlar, ma'isatdan qardigan yuraklar ulardan yiroq edi. Her narsadan parvosiz holda quyosh sharqdan chiqib g'arbga ketishini davomlashtirmoqda. Yer sharining o'z o'qi atrofida aylanishi birla ritmda ketayotgan bo'lsa-mu, ammo har aylanishdan shakllangan bir sutkalik muddat ba'zilarga 24 yildek, ba'zilarga 24 minutdek tuyulib hayot davom etmoqda. 9-oy dehqonchilikning aldirash mezgillari. Bütün dehqonlar tangla bir yillik hosulni yig'adigan bu vaqtda aniqki har bir oilaga nisbatan eng kichik emgak, kuchimi qo'ldan berilmaydigan g'animatga aylanadi. Sheribxonning "Taliblarni chinroq tutib, üzümlarni üzüp olguncha ularning kuchini ko'rib olayli" deganiga qaramay, damullam sirtdan kelib o'qiyotgan bo'lsin, uyda muqim turayotgan bo'lsin, barliq taliblarning o'qishini to'xtatdi. Masturamu uyga ketib, opisi Gulbahramga yordamlashmoqchi bo'lib uyga telefon berdi. "U uyning ishlariga men yordamlashib berolmagudekman, qizim. Siz bo'lsingizmi, qo'lingizdan kelganini qilishib bering. Bu yerdagi ishlardan g'am qilmang. O'zim yetishiman" degan javobni olgan Mastura royishlik bilan "Ma'qul" deb telefonni qo'ydi. Qo'ydi-yu, maydisini mujayotgan bir ochiq madorini oldi. Masturamu boshqa har qanday bir qizga o'xshashla oilasining xo'shalligi, ota-onasining e'tibori edi. Ammo hayotning kutilmagan chog'laridagi kutilmagan tragediyalar baxtning uvusi bo'lgan bu oilani tinch qo'ymagan edi. Buningdan 5 yil ilgari uning faxru iftixori, beg'am kulkisining sababkori, eng bexatar orom baxshlik manbasi bo'lgan otasining egilmas qaddiga ushuk tegib, davlatni parchalashga qudratqullik qilgan degan batnom bilan putqollari tushilib 10 yillik hapsiga ilindi. Nihoyat, otasidan keyin bütün yukning hammasi opasining yelkasiga tushganligini ko'rgan Mastura boshqa ishqa qo'li bormay bir mazgil uyning, etizning ishlarini qilib, Gulbahramning yukini yengillatdi.
Gerçi qizning uyda ushaq-tushak ishlarning hödisidan chiqib berishi Gulbahramga yog'dek yoqsimu, lekin qizning umrini arzimas ishlar bilan mashg'ul qilib zoya qilishni xolamaydi. Otasining ta'sirida Allohning kalomini yodlashga bo'lgan ishtiyoq kichigidilla Masturaning qalbida yilinjashqa boshlagan edi. Qizning xursandligi uchun uningdimi muhimi yaratgan egisining o'z qiziga mushundaq o'tni salg'iniga bo'lgan shukronasini ado qilish uchun Gulbahram butun nohiya tavasidan dindor, taqvodor, mas'uliyatchan ustoz izlab, oxiri yana bir yezdiki Hezbullah domullamga ko'ngli qaror topgan edi. Degandek, domullammo ular o'ylagandimmi bekrak isli odam bo'lib chiqdi. Mana 3 yil ilgari Mastura bu uyga qandoq kirgan bo'lsa, hali ham shu biti o'ziga zaricha chang qondirmay, g'uborsiz holatda turmoqda. Sharifxondek ayollar toifasiga nisbatan bunchalik muddatni so'z cho'chaksiz o'tkazib o'tish to'limi afsuslanarli ish bo'lsa-mu, ammo domullamning bu oiladagi yurish turish, gap so'zlarga qo'ygan yuqori talabi, taqvodorligi, shundaqla Masturaning qusursiz xulqi mijozi qo'shilib, gap so'zsiz 3 yil o'tgan edi. Gulbahrammu bu jihatdan ming martaba shukr aytib o'ltiradi albatta. Mastura chidg'usiz etishayotgan yuragini tutib, uyning kayniga o'tdi. O'zini shunchavala zo'rg'a besib tursimu, gap anglamaydigan kapsiz ikki tomchi hishi o'ynoqlig'incha mag'ziga sirg'idi. U bir necha kun bo'lsa-mu, uyga qaytib opasining quliga qo'l, putiga put bo'lib olishni, "Appa" degan so'zni jiqroq ishiltib olishni, ukisi alini boshqurib ocha bo'lib olishning huzurini surib olishni o'ylagan edi. Muhimi, o'ziningmi bir illiq uyi, oilasining borlig'ini esiga ilib kelmoqchi edi. Lekin telefonda opasining ovozini anglabla o'zini tuta olmay qoldi. Gulbahramning ovozi to'limi cho'nqur joydan chiqqan edi. Bu ovozdan ayollikning putmas chashmisi, onalikning so'lkiti emas, üstilab kelgan mahrumliklarning natijasi bo'lgan g'eriblik, taqdirning tetiqsizliklari oldidagi ojizlik to'kilib turadi. Ta shu damlargacha ko'rgan xo'shalligidan qayg'u hasratlari ko'p bo'lgan, huzurini jabrisi besib ketgan, bir hayotda yashagan bu ona qiziga eng ehtiyojli vaqtlarda yana yolg'iz edi. Yo'ldoshi uchun havoda laylab qolgan sadoqatlari, mukofoti yo'q mehnatlari, ishonch yo'q orzularida holsirg'an, hayotlikdagi birdan bir sirdishi, qadrdoni bo'lgan umr hamrohidan ayrilgan Gulbahramning madorini yashashning tasdigi bilan qo'shilib, nejis hokimiyatning patpat chaqirtib, turli hujjatlarga qo'l qo'yg'izishi, oyig'i chiqmas yig'inlarga majburiy qatnashqizib, siyosiy o'g'inish qildirishlari muddatdan burun qo'rtib bormoqda edi. Haqliq emasmi? Ovozining shundoq trenddan chiqishi. Nijat bilan Alfiramu uyiga ketdi. Odatda yotoqning jimjitligini buzib, yatta iqlimning parangini zo'q-sho'q bilan so'qib, kayfiyatni ko'tarib turadigan Alfira bo'lsa, Masturaning ruhi ko'tarangu, ko'ngli to'q, xo'shal turadi. Uyga ketaman deb ketilmaganning ustiga amdi yotoqda Alfirami yo'q. Sabahat bo'lsa, ukisi Abdullohni ko'tarib chiqib ketgan. Birdilla Go'riston jimjitligiga cho'mgan yotoq shu topda Masturaga chidg'usiz g'eriblik ilib kelyotdi. Butun mahallaning ko'zi tikilibla turadigan Hezbullah domullam tunugin uydan chiqqanda uy qo'shnilari, etizga borganda yer qo'shnilari ularning uzum uzishni boshlaganligini ko'rib, quloqdan quloqqa yetkazishib bo'ldi. Bu xabarni anglagandan keyin o'zaro belishadigan 7-8 aylan bugun o'zlarining ishlarini tashlab, oilasi bo'yicha chiqibla domullamning uzumlarini uzib o'tishga kelishib qo'ygan edi. Nijatning otasi Abdujalil bularning ichida eng oldida mang'atdi albatta. Tunugin bir kunni shunchalik tasda, buruq-turumliq ichida o'tkazgan Mastura bugun etizlikning qaynam tashqinlikqa cho'mganligini ko'rib, biroqla ruhlanib ketdi. Bulubmu Alfira bilan Xayrinsani ko'rib, butun g'eribligini Yatitog'ning orqasiga cho'ribatdi. 8 ayning oxirlari ko'z texi to'liq kirib bo'lolmagan bo'lsa-mu, ammo kunduzning ikki tarafi bilan o'ttirsining temperatura farqi xeyli cho'ng edi. Quyosh attigandila parlab valildab ketay deb, xuddi 8 oyga 100 kelolmaydigandek uyilib qolgan edi. Soğuqdan qo'rqadigan Mastura so'sin ranglik abayisining ustiga kulrang tanarga chapinni, yog'liqini bostirib kiyib olganicha ayollar bilan bir so'ldiki barangning ostida uzum uzmoqda.
Kechedin buyon yulduzlardan tam ilib, shirinisi haqdodiga yetgan suzukligidan ichidagi tomirlari ko'rinib, ustida shabnam yaltirayotgan uzumlar bir qarashda odamning ishtihosini g'idiqlaydi. Nijat bilan Abdurahmon erlar uzum uzayotgan barangning qirida o'ltirib olib, sarg'ayib pishgan bir sapoq uzumni qarsildatib yevatdi. Yeb bo'libla, "Voy, bek tattiqkan, maydini qizdivatdi" deb non choy silingan savatning qishig'i kelib, choy ichishga o'tirdi. Hamma odam bir-biridan aldirash ishlayotsa, bu ikkilari yomon beg'am o'ltirib ketishibla. Әттеген uxlayotgan petila ko'tirib mangan Sumayyaga endi azroq bir narsa yegizgili Sevatning qishig'i kelgan Xayrinissa Nijat bilan Abdurahmon ko'rib ta'na qildi. Osmonga qarab uzum uzish xo'sh yoqmaydi ekan. Uzayotganlar chaqqaroq uzib bizga ulgurtib bersa, biz uchchoqliq motoga bisib, chunchiga to'shib bersak bo'lg'idak. Abdurahmon shundaq devatqash non chekilgan dasturxonni yeshib qo'ydi. Zodi Talib deganga ish xo'sh yoqmaydigan bo'ldi ekan. Akammo, damullam ne demakchi? Naqslardek edi. Nadi ishning osini bo'lsa shuni izdab qiladi. To'y qilibla putquli yerga tegmay ishlaydigan bo'lib tetiklashib ketdi. Ikkinglarni-ku birdan xotin elib berib, uy ayirib chiqirsak o'ngishsizlar. Xayrnisa piyolining tegiga azroq nonni chilab Sumayyaga yegizgash gap qilyotdi. Atam shundaq chiqib qopti. Men atam do'rmayman. Ap bergininglarni mang desam mangdigan, tur desam xo'sh deb qo'l bog'lab turdigan qilib, o'zim to'rdan tushmay, zaparcha ichib o'ltirman. Abdurahmonmu Xayrinsaga to'la erkilaydi. Mushi gapingni akam anglaydigan bo'lsa, qulqingni 6 metr so'zib yetidi. Poni bo'shroq atsan. Xayrnisa Sumayyani to'xlab bo'lguncha jiyani bilan yana birdam chiqishib turadi. Bu orliqda Sharifxonmi ularning yeniga kelib gap qo'shdi. "Ha, bu ikki atvorliqning ikkisi birlashibmi, texi biror savat uzum uzmay turib, yana dasturxonning yenidan ketilmaydi-ku. Uzum uzish ayol haqning ishi. Biz o'zimizga yarashadiganroq savat to'shayli deb o'ltirdi-ku bu bolalaring. Akaning bu yigit taliblari, qiz taliblarichilik bo'lolmaydi. Uydimi shular etib bergan tayyor tomoqni yeb yotidi. Endi etizg'i chiqibmi, yana shular uzib qo'ygan tayyor uzumning to'shishining gapi." Nijat bilan Abdurahmon bir-birsiga qarshi pixildab kulishib o'ltiradi. Sharifxon gapini davom qildi. "Men mundaq gap keldim qara. Bugun odam jiq turdi. Tushlik tomoq assak uyda bunchalik odamga yetgudek go'sht qolmag'aydi. Qanday qilamiz?" "Qanday qilsang qilmamsa, bir muncha odamni uzumingni uzishib bergili yig'saq, endi tomoqinglarni o'zinglar tep yanglar demaydigansan?" dedi Xayrnisa Abdurahmonga ko'zini qisib qo'yib. "Hey bolam, mang otang chaqirib baqa. Bu Xayrnisa oppangga bekorli gap qiptiman." Sharifxonning buyrug'i bilan Abdurahmon kulkisini to'xtatib, jamoatlar orasidan otisini chaqirib keldi. "Voy, mavsat qiz bolam kepti-ku. Nima ish qila oladi bu qiz bola?" Damullam kelibla Xayrnisaxonning qo'lidan Sumayyani qo'liga ilib erkilatdi. Әттеген itizg'i kelibla ayollar ishlayotgan barangning ostiga kirib ishqa tushib ketgan Xayrnisa akis bilan texi amni ko'rishgaydi. Aka singillar tinish amaliq so'rashib olgandan keyin Sharifxon gapini boshladi. "Mundaq gap, damullam, әттеген bizning hech qanday ishni xabarimiz bo'lmag'achqa, o'zimizga azroq tayyorlik qilib qo'yib chiqib ekanmiz. Endi tushlik tomoqqa qayta tayyorlik qilayli desak, bunchalik odamga yetgudek go'sht yo'q. Go'sht tepib bersizlar endi." "Xolis Alloh rizoligi uchun kelgandikin tomoq yemisin bular. Nimjapa sana tomoq etaman deb." Bu gapni anglab hammaylar tangla kulishdi. Ularning kuldirib bo'lgandan keyin damullarmu gapini astoydil davomlashtirishga boshladi. "Mayli, undaq bo'lsa men Abdujililga deb boqay. Qayerda pokizroq bo'g'izlangan qo'y go'sht borligini shu obdan biladi." "Ma'qul, ittikroq bo'lala. Birdamda tush bo'lib ketsa, tomoqni ulgartmiding deb yana menga qoyinglar." "Ma'qul boshliq," dedi-da damullam jamoat ishlayotgan barangning ostiga kirib ketdi.
U Abdujalilni asta bir tarafga tortib past ovozda gap qildi. Tushlik tomoqqa uyda tuzuk go'sht yo'qkan. Shunga o'zimizning bolalari bo'g'izlagan pokiz go'sht bo'lsa, ozroq topsaq bo'ldigan cheg'va. Ozroq? Nim tomoq etlar damillam. Polo qilarmiz endi. Jiq odamga boshqa tomoq atmakmi tez. Hamma yerda odam chop-chop bo'lib ishlaydiganlarning kunligiga 100 so'mdan kam bo'lmayotsa hozir. Bir muncha odam bekorga ishlab berayotsa, poloning gapini qildiganlar damillam. Qanday qilamiz amsa? Qo'shnochim toza mayliq qilib yapma. Turpaning yalik tomoqi. Yapmasin. Men butun moldan birini topay. Qo'lga tutib, tishlab, tortib, jiguday qilib parchalab bersam, hammani silvatsin qozonga. Abdujalil shundoq debla atrofida uzum uzayotganlarga qarab to'lidi. Jamoat, domillar bizdan bak ta'sirlanib ketibdi. Bugun zodi bir qon qilyotmasam bo'lmaydi, deydi. Abdi bunchilik deb turib olsa, bu odamning mo ko'ngli qaytirmayli. O'g'loq yemsizlar, paxlanmi? O'g'loq yeyli, o'g'loq. Paxlan yeyli. Voy bo'ldi, oy, domillamga eg'ir tushib ketdi. Domillam bizni qilgan ishdan jigini ortiq nimalar ekan deb qolarmi? Ishlayotganlar bas-basda bir-biriga pas chiqarg'il turdi. O'g'loqdan tuzuk go'sht chiqmaydi. Ko'ngilga tegmisin deb ayollarga silib berdigan go'sht u. To'qo go'sht yegandek bo'lib qolsizlar. Qovurg'isining ustida ikkilik oppoq yig'i lig'irlab titrab turgan paxlan go'shtini yemigucha go'sht yegandek bo'lamdi odam. Bo'ldi, paxlan yeyli. Abdujalil o'zi boshlagan gapning oxirini o'zi tushirdi. Domillam bo'lsa bir xilda pixildab kulib turardi. Voy, bunda qilsanglar mau xolis yordaminglarning savobi tugab ketmamdi. Xudoyim sexizot. Savobni beraverdi. Xolis yordamni qursaqni och qo'yib qilinglar deb chiqmaganda kitobda domillam. Üzüm eriqining ichidan beshini so'zib gap qilayotgan biraylarning bu gapi bilan tang barang ichida ko'tarilgan kulki ovozi choqlar orasida parvoz qilg'inicha osmonga ko'tarilib g'oyib bo'ldi. Men o'lishgan Avu Ahmad qorining samiri biliqdak bo'lib ketgan bir jup paxlini ko'rib qo'ygan. Kasabat geliga pichoq yeydiganlar yeri kaptikan zodi. Birini setib ber desam olsang ikkisini tang ol. Bir juplarni ayırmayman deb turib olgan edi. Men hozir berib shuni deyishay. Birini men o'zim ep qolaman. Yana birini bugun yeyish nisib bo'lgan cheg'va. Abdujalil shundoq degach, shapoq to'ppisini qo'liga elib, bir nechini urib qiqivatgandan keyin qayta kiyib oldi. Ha, asli o'zing ololmayotgan paxlanni mening soyamda elib olay debdikansan-da. Domillam amdi Abdujalilning yomon yerini tutib olgandek gap qilyotdi. Hey domillam, amdi jahondorchilikning ishlari mushundoq yurishdigan gapkan, qanday qilamiz? Voy Abdurahmon, qinisan? Men berib Ahmad qori bilan bahoni yana bir chingdishib turay. Uningcha sen uyinglarga berib pul elib orqamdan kel. Haqichan domillam bu etizlikqa bir qo'y ololgudek pul silib chiqmagandi. Shundaq deb yo'l bo'yiq mangan Abdujalil yana orqa o'rilib vaqirdi. Uyinglardan yana ittik kesigan pichoqdan ishkini elib oljimi? Qo'yni shu yerda suyib parchalaymiz. Abdujalil boshqalarning oldida bundaq deb qo'yg'ini bilan ko'nglida o'ylig'ini bor edi. U domillamning bir muncha odamga solgan dasturxonning oddiy bo'lib qilishiga rozi bo'lmagan edi. Shunga ayni chaqda o'ziga elishda qimmat ko'rgan paxlanni bugun domillamning dasturxoniga atab qo'ymoqchi bo'lgan edi. Abdurahmonni uyinglardan pul elib kel degini bo'lsa, xaloyiqqa o'zini riyoxo'r ko'rsatmaslik uchun o'ynagan bir o'yini edi, xolos. Hammaylarning eg'izi gapda bo'lgan bilan qo'llari ishdan to'xtab qolmagan edi. Birdamning ichidala uzum uzilgan sivatlar barangning ostiga poyezdning vagondek tizilib ketdi. Abdurahmon ketgandan keyin amdi bu sivatlarni chunchiga to'shish nijot qolgan edi. Shunda qilib bugungi o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.